Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda ayniqsa nafaqa sho'rlarimiz va ularning oila a'zolari uchun g'oyat muhim. Shuningdek, nafaqa yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaro uchun dolzarb ma'lumotlarga boy bo'ladi. Mavzu juda jiddiy va dolzarb. 1 maydan boshlab nafaqa tizimida yuz beradigan yangi o'zgarishlar va qoidalar. Ko'pchilikda savollar paydo bo'lishi tabiiy. Meni bu o'zgarishlar qanday ta'sir qiladi? Nimalarga tayyor turishim kerak? Nimalarni bilishim shart? Bugun aynan shu savollarga batafsil javob beraman. Bu ma'lumotlar sizning moliyaviy barqarorligingiz va kelajagingiz uchun kritik ahamiyatga ega. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Har biringizning haqqingiz va manfaatingiz himoyasi uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Asosiy muammo avvallari qanday edi va endi nimalar o'zgaradi? Avvalambor shuni tushunib olishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasida nafaqa tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib kelinmoqda. Maqsad har doim bitta, fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va nafaqa to'lovlarini adolatli, shaffof tarzda amalga oshirish. Biroq shu kungacha ayrim jihatlar, xususan nafaqa hisoblash metodologiyasi, hujjatlarni taqdim etish tartibi va qo'shimcha ijtimoiy yordam choralari bir qator bürokratik to'siqlar yoki noaniqliklarni o'z ichiga olgan edi. Masalan, ba'zi hollarda fuqarolardan keragidan ortiq hujjatlar talab qilinishi, ularning har birini turli idoralardan yig'ib kelishga majbur bo'lishi ko'plab ovoragarchiliklarga sabab bo'lardi. Ish stajini tasdiqlashda arxiv hujjatlarini topish yoki ularni raqamlashtirishda muammolar yuzaga kelardi. Nafaqalarni hisoblashdagi koeffitsiyentlar yoki bazaviy miqdorlar ham vaqti bilan qayta ko'rib chiqilsa-da, bu jarayonlar doim ham keng jamoatchilikka yetarlicha tushuntirilmas edi. Endi esa 2024 yil 1 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida GPF XXX sonli farmoni asosida nafaqa tizimida tub o'zgarishlar joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat nafaqaning miqdorini hisoblashga, balki uni olish tartibiga, ijtimoiy yordam turlari va ularga murojaat qilish mexanizmlarida ham ta'sir qiladi. Eng muhimi, bu yangiliklar nafaqa sho'rlarga qulaylik yaratish, ortiqcha qog'ozbozlikni kamaytirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Asosiy e'tibor raqamlashtirish, shaffoflik va insonomiylikni minimallashtirishga qaratilgan. Bu o'zgarishlarning barchasi barcha nafaqa sho'rlar va nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning manfaatlariga bevosita daxldor. Shuning uchun bu yangi qoidalar nimalardan iboratligini har birimiz chuqur tushunib olishimiz shart. Bir qism batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, yangi qoidalarning har birini alohida ko'rib chiqaylik va ularning sizga qanday ta'sir qilishini batafsil tahlil qilaylik. Birinchi o'zgarish, nafaqalarni hisoblash metodologiyasining qayta ko'rib chiqilishi. Bu eng muhim o'zgarishlardan biri bo'lib, nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Ilgari nafaqa asosan so'nggi 5 yildagi o'rtacha ish haqqi va umumiy ish stajiga qarab hisoblanardi. Endilikda Prezident farmoniga muvofiq nafaqa hisoblashda ish stajini inobatga olishda yangi koeffitsiyentlar joriy etilmoqda. Xususan, birinchi 25 yil uchun hisoblash bazasi oshiriladi, keyingi har bir yil uchun esa qo'shimcha rag'batlantiruvchi koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, uzoq yillar davomida halol mehnat qilgan fuqarolarning nafaqa miqdori sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida bu o'zgarish ko'pchilik uchun ijobiy hisoblanadi. Biroq ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, ayniqsa turli korxonalarda ishlagan, kolxozlarda faoliyat olib borgan yoki xususiy sektorda mehnat stajini rasmiylashtirishda muammolar bo'lgan fuqarolar tashvishlanishi mumkin. Chunki yangi tizimda harda haramana hara birina kilasiramari yilavat pawa biri oylik ish staji qadrli bo'lib, uning aniq tasdiqi talab etiladi. Agar hujjatlaringizda bo'shliqlar bo'lsa, sizning nafaqangiz yangi yuqori koeffitsiyentlar asosida to'liq hisoblanmay qolishi xavfi bor. Misol, Ahmad, Bobo, Fastid, yosh. U 40 yil davomida zavodda ishlagan. Oldingi qoidalar bo'yicha uning nafaqasi 2 million so'm edi. Yangi qoida bo'yicha uning dastlabki 5 yillik staji uchun yuqori koeffitsient va keyingi qanday iloha.
uchun rag'batlanti. Ruvchi koeffitsient qo'llanilsa, uning nafaqasi 5 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu juda yaxshi yangilik. Ammo tasavvur qiling, uning ish daftarchasida 1992 yillar uchun yozuv bo'lmasa, u holda shu davrdagi staj inobatga olinmaydi va uning nafaqasi kutilganidek oshmasligi mumkin. Bu esa Ahmad Boboni tashvishga solishi kerak. Misolda Mavzuna aya 7 yosh. U kolxozda 35 yil ishlagan. Ammo 1990 yillarning boshlarida kolxoz tarqatilib, uning ba'zi hujjatlari saqlanib qolmagan. Eski tizimda bu hujjatlar qandaydir? Yo'llar bilan tiklanardi yoki o'rtacha staj hisoblanardi. Yangi qoidaga ko'ra har bir yilning rasmiy tasdiqi juda muhim. Agar Mavzuna ayada shu yillar uchun tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari bo'lmasa, uning haqiqiy stajidan kamroq staj inobatga olinishi va nafaqasi kutilganidan pastroq bo'lishi mumkin. Bu holatda Mavzuna ayazudlik bilan ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlarini qidirishi yoki pension jamg'armasiga murojaat qilishi lozim. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Barcha hujjatlari tartibda bo'lgan, ish staji uzluksiz bo'lgan, barcha yillar uchun rasmiy tasdiqi bor fuqarolar. Ular uchun bu o'zgarish deyarli har doim ijobiy bo'ladi. Ular nafaqasini qayta hisoblash uchun alohida harakat qilmasliklari ham mumkin, chunki tizim avtomatik tarzda qayta hisoblashi lozim. Ikkinchi o'zgarish: yangi ijtimoiy yordam paketlari va subsidiyalar. Farmonda aholining alohida ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi turdagi nafaqalar va subsidiyalar joriy etilishi belgilangan. Xususan, yolg'iz yashovchi, atfan yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha oylik nafaqa to'lovlari, nogironligi bor shaxslar uchun tibbiy xizmatlardan foydalanishda subsidiyalar hamda olis va chekka hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlarda imtiyozlar nazarda tutilgan. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida bu ham ijobiy yangilik. Ammo bu yordamni olishga haqli bo'lgan, ammo buning uchun qanday murojaat qilishni bilmaydigan yoki kerakli hujjatlarni to'plashda qiyinchiliklarga duch keladigan fuqarolar tashvishlanishi mumkin. Chunki bu yangi yordam turlari odatda ariza asosida va ma'lum mezonlarga javob berish sharti bilan beriladi. Agar siz o'zingizni bu toifaga kiritib, lekin ariza bermasangiz, yordamdan bebahra qolishingiz mumkin. Misol 3. Sharif buva 85 yosh. U yolg'iz yashaydi va nogironlik nafaqasini oladi. Yangi qoidalarga ko'ra 80 yoshdan oshgan yolg'iz yashovchilar uchun har oy 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha nafaqa belgilandi. Sharif buva bu nafaqani avtomatik tarzda olaman deb o'ylashi mumkin. Biroq ko'pincha bu kabi qo'shimcha nafaqalar uchun davlat xizmatlari markazlariga DXM ariza bilan murojaat qilish, yolg'iz yashashini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mahalla fuqarolar yig'inidan ma'lumotnoma taqdim etish talab qilinishi mumkin. Agar Sharif buva bu haqda bilmasa yoki hujjatlarni to'play olmasa, u bu yordamdan mahrum bo'ladi. Misol 4. Dilfuza opa 68 yosh. U qishloqning chekka hududida yashaydi. Yangi farmonga ko'ra chekka hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlarda, xususan gaz va elektr energiyasi uchun 20% gacha chegirma e'lon qilindi. Dilfuza opa bu haqda eshitgan bo'lsa-da, qanday qilib bu imtiyozni rasmiylashtirishni tushunmaydi. U DXMga borishi yoki gaz ta'minoti idorasiga murojaat qilishi kerakmi? Agar u hech qanday harakat qilmasa, bu imtiyoz unga avtomatik tarzda qo'llanmasligi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz bu toifaga kirmasangiz yoki mablag'ingiz yetarli bo'lsa, paketlari kerak bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, sabardor bo'lib, hujjatlarni tezda rasmiylashtira oladiganlar ham tashvishlanmasliklari mumkin. Uchinchi o'zgarish hujjatlashtirish va murojaat qilish jarayonlarining raqamlashtirilishi. Bu eng katta va eng muhim o'zgarishlardan biri bo'lib, kelgusida nafaqaxo'rlar uchun katta qulaylik yaratishga qaratilgan. Endilikda nafaqa olish, qayta hisoblash yoki qo'shimcha ijtimoiy yordam uchun murojaat qilish jarayonlari to'liq raqamlashtirilmoqda. Bu shuni anglatadiki, ko'pgina ma'lumotlar avtomatik ravishda davlat idoralari bazalaridan olinadi va fuqarolardan ortiqcha hujjat talab qilinmaydi. Shuningdek, nafaqa uchun murojaat qilishni e-davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali amalga oshirish mumkin bo'ladi. Kimlar tashvishlanishi kerak?
raqamli texnologiyalardan unchalik foydalana olmaydigan, internetga kirish imkoniyati cheklangan yoki umuman kompyuter savodsonligi yo'q nafaqaxo'rlar. Ular uchun yangi tizimga moslashish biroz qiyin kechishi mumkin. Yangi talablarga ko'ra shaxsiy ma'lumotlarni elektron tarzda tasdiqlash, elektron imzodan foydalanish kabi talablar paydo bo'lishi mumkin. Misol 5. Gulbahor opa, 70 yosh. U hech qachon kompyuterdan yoki smartfondan foydalanmagan. Nafaqasini qayta hisoblash uchun unga qayerdadir elektron ariza berish kerakligi haqida eshitgan. U buning qanday amalga oshirilishini bilmaydi. Agar u o'z yaqinlari yordamiga tayanmasa yoki DXMda yordam so'rab murojaat qilmasa, u elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Bu uning nafaqa bilan bog'liq masalalarni hal qilishini kechiktirishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Kompyuter va internetdan foydalanishni biladigan, yosh avlod vakillari yordamidan foydalana oladigan nafaqaxo'rlar. Ular uchun bu o'zgarishlar faqatgina qulaylik yaratadi. Endi uydan chiqmasdan, navbatlarda turmasdan ko'plab masalalarni hal qilish mumkin bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, yangi qoidalar keng ko'lamli o'zgarishlarni nazarda tutadi. Ba'zilar uchun bu yengillik bo'lsa, ba'zilar uchun esa moslashish davrida qo'shimcha harakatlarni talab qilishi mumkin. Eng muhimi, har bir nafaqaxo'r bu yangiliklardan sabardor bo'lishi va o'zining shaxsiy vaziyatiga qarab tegishli choralar ko'rishi shart. Etikizm, qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar har qanday qonun yoki qoida joriy etilganda, unda ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va bir qarashda sezilmaydigan nozikliklar bo'ladi. Nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan yangi qoidalar ham bundan mustasno emas. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan va tushunmovchiliklardan asraydi. Qoidalardagi istisnolar shuni yodda tutish kerakki, barcha yangiliklar birdek barcha nafaqa oluvchilarga taalluqli bo'lmasligi mumkin. 1. Maxsus nafaqa oluvchilar, harbiy xizmatchilar, huquq tartibot organlari xodimlari, olimlar yoki madaniyat arboblari kabi maxsus nafaqa turlarini oluvchi shaxslar uchun ayrim o'zgarishlar bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Ular uchun nafaqa hisoblash va to'lash tartibi alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Misol uchun, sobiq harbiy xizmatchi bo'lgan Valijon aka uchun ish stajini hisoblashda harbiy xizmat yillari o'ziga xusus tarzda inobatga olinadi va yangi koeffitsiyentlar ularning maxsus nafaqa hisobiga katta ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Hududiy farqlar, ba'zi viloyatlar yoki tumanlarda yangi qoidalarning joriy etilishi sinov tariqasida amalga oshirilishi yoki bosqichma-bosqich tatbiq etilishi mumkin. Shuningdek, ayrim hududlarda mahalliy hokimiyatlar tomonidan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha yordam dasturlari joriy etilishi mumkin. Ular prezident farmonida nazarda tutilmagan bo'lishi ham mumkin. Bu haqda o'z hududingizdagi mahalliy ma'muriyat yoki pensiya jamg'armasi bo'limlaridan aniq ma'lumot olish zarur. 3. Eskirgan ma'lumotlar bazasi. Nabavasi. Ba'zi fuqarolarning ma'lumotlari elektron bazalarda hali to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda yangi qoidalar avtomatik tarzda ishga tushishi uchun sizning eski ma'lumotlaringiz yangi tizimga kiritilishi talab etiladi. Bu esa qo'shimcha harakatlarni talab qiladi. Qaltis jihatlar va tuzoqlar. 1. Firibgarlik. Har qanday yirik o'zgarishlar firibgarlar uchun qulay muhit yaratadi. Sizga yoki pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idorasi nomidan qo'ng'iroq qilib, yangi qoidalar bo'yicha nafaqangizni qayta hisoblash uchun bank kartangiz raqamini, parolini yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni aytishingiz kerak deb aytishlari mumkin. Eslating, hech qachon telefon orqali bank kartangiz ma'lumotlarini yoki shaxsiy pingingizni hech kimga aytmang. Davlat idoralari hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlar faqatgina davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasida shaxsan o'zingiz tomonidan kerakli hujjatlar asosida taqdim etilishi kerak. 2. Murojaat qilish muddatlari. Ba'zi yangi turdagi nafaqalar yoki subsidiyalar uchun murojaat qilish muddatlari belgilanishi mumkin. Masalan, ariza topshirganlar uchun oylik qo'shimcha nafaqa taqdim etiladi degan shart bo'lishi mumkin. Bu muddatlarni o'tkazib yuborish sizni huquqingizdan mahrum qilishi mumkin. Shuning uchun barcha yangiliklarni diqqat bilan o'rganing va muddatlarni
o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. 3. Noto'g'ri hujjatlar. Agar siz yangi turdagi ijtimoiy yordam uchun ariza topshirayotgan bo'lsangiz, taqdim etilayotgan hujjatlarning to'g'ri va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki yetishmovchiliklar arizangizning rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining uzayishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, agar siz yolg'iz yashovchi nafaqashor sifatida qo'shimcha nafaqa olayotgan bo'lsangiz, lekin ro'yxatdan o'tgan manzilingizda boshqa oila a'zosi qayd etilgan bo'lsa, bu sizning arizangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oshkor bo'lmagan nozikliklar avtomatik qayta hisoblashning shartliligi. Farmonlarda nafaqalarning avtomatik qayta hisoblanishi nazarda tutilgan bo'lsa-da, bu har doim ham sud boshatda holatda yuz bermasligi mumkin. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz davlat bazalarida to'liq aks etmagan bo'lsa, masalan, ish stajingizning bir qismi raqamlashtirilmagan bo'lsa, yoki ism sharifingizda, ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgarishlari, eski va yangi hujjatlar orasida tafovutlar bo'lsa, tizim avtomatik qayta hisoblashni amalga oshira olmaydi. Bunday hollarda siz o'zingiz pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va ma'lumotlaringizni yangilashingiz talab etiladi. To'lovlar boshlanishining muddati. O'tmaydan boshlab qoidalar o'zgarishi, o'tmaydan boshlab darhol yangi miqdordagi nafaqa to'lanadi degani emas. Odatda yangi qoidalar kuchga kirganidan so'ng tizim ma'lum bir vaqt ichida qayta hisoblashni amalga oshiradi va keyingi to'lov davridan boshlab yangi miqdorlar bo'yicha to'lovlar amalga oshiriladi. Shuningdek, ba'zi ijtimoiy yordam turlari uchun murojaatlar qabul qilinishi bir maydan boshlansa-da, to'lovlar 1 yoki 2 oydan keyin boshlanishi mumkin. Bu kabi nozikliklarni aniqlash uchun rasmiy manbalardagi ma'lumotlarga diqqat qiling. degan tarkibiyatni ekan retroaktiv ta'sir. Ba'zi yangi qoidalar retroaktiv ta'sirga ega bo'lishi mumkin, ya'ni ularni o'tmishdagi davrlar uchun ham qo'llash mumkin. Masalan, yanvardan boshlab hisoblangan, lekin yangi qoida kuchga kirgunga qadar olinmagan nafaqa miqdorlari qayta hisoblanib qo'shimcha to'lanadi kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Ammo bu hamma o'zgarishlarga tegishli emas. Bu haqda ham rasmiy tushuntirishlarga e'tibor berish lozim. Bu kabi istisnolar, qaltis jihatlar va nozikliklarni bilish sizga yangi tizimda yanada samaraliroq harakat qilishga va o'z huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Amaliy maslahat tomoshabinlar nimalar qilishi kerak? Aniq ko'rsatmalar, hurmatli tomoshabinlar, yuqorida aytib o'tganimizdek web meydan kuchga kiradigan yangi qoidalar sizning nafaqa ta'minotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun proaktiv bo'lishingiz va o'zingizning huquqlaringiz hamda imkoniyatlaringizdan to'liq foydalanish uchun quyidagi amaliy maslahatlarga amal qilishingizni tavsiya qilaman. Bunga odam rasmiy axborot manbalarini kuzatib boring va ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Tayetçe banci deli kanda netechet qayerga borish kerak? Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytiga pafuz kiring. Shuningdek, Davlat xizmatlari agentligining rasmiy portalini MyGov.uz kuzatib boring. Bu saytlarda barcha yangi qoidalar, normativ huquqiy hujjatlar va ularga oid tushuntirishlar muntazam ravishda e'lon qilinadi. Nimalarni aniqlash kerak? O'zingizning shaxsiy kabinetlaringizga kirish orqali agar mavjud bo'lsa, o'z ma'lumotlaringiz, xususan ish stajingizning to'liq aks etganligini tekshiring. Agar MyGov.uz portali orqali shaxsiy kabinet o'qimagan bo'lsangiz, imkon qadar tezroq ro'yxatdan o'ting. Bu kelgusida ko'plab masalalarni masofadan hal qilishga yordam beradi. To'ki odam, hujjatlaringizni to'liq ko'rib chiqing va tartibga keltiring. Nimalarni tekshirish kerak? Nafaqa so'ar kitobchasi, ish daftarchasi, nikoh guvohnomasi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, tug'ilganlik haqida guvohnomalar, diplomingiz, harbiy guvohnomangiz, tibbiy ma'lumotnomalar, agar nogironlik yoki boshqa imtiyozli holatingiz bo'lsa, kabi barcha hujjatlaringizning asl nusxalarini to'plang va ularni diqqat bilan ko'rib chiqing. Nimaga e'tibor berish kerak? Ish daftarchangizdagi har bir yozuvning to'g'ri va aniq ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar ish stajingizda uzilishlar, satolar yoki ma'lumotnomalar yetishmovchiligi bo'lsa, ularni tiklash choralarini ko'ring. Kolksozlarda ferter chancho saratatla azaltırtıbat sazandem total ketul fermer koki soşat tostok darıcalıklarida inat ettirdi pakette işlaganlar kontekstedeni portudakta shuningdek
Tattattet yirik korksonalar tugatilganidan so'ng hujjatlari yo'qolib ketganlar ayniqsa ehtiyot bo'lishlari kerak deb bitdim. Bunday hollarda arxivlardan ma'lumotnoma olishingiz yoki sudga murojaat qilib, ish stajini tasdiqlashingiz talab qilinishi mumkin. 3 odam o'z vaziyatingizni aniqlang. Siz qaysi toifaga kirasiz? Sizning yoshingiz, ish stajingiz, oilaviy ahvolingiz, yolg'iz yashovchi. Sog'ligingiz, nogironlik. Kabi omillarni inobatga olgan holda yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini taxmin qiling. Nafaqangiz qayta hisoblanishi kerakmi? Yangi ijtimoiy yordam turlari sizga tegishlimi? Raqamli tizimdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelasizmi? Nimalarni yozish kerak? O'zingiz uchun savollar ro'yxatini tuzing. Masalan, 80 yoshdan oshgan yolg'iz nafaqaxo'r sifatida qo'shimcha nafaqa olish uchun nimalar qilishim kerak? Jimda 2 yillik uzilish bor. Uni qanday tiklay olaman? Bu savollar bilan pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Mafat kodam tegishli idoralarga murojaat qiling. Techirindaytidi qayerga borish kerak? O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga DXM boring. Nimalarni olib borish kerak? Pasportingiz, nafaqaxo'r kitobchangiz, ish daftarchangiz va ish stajini tasdiqlovchi barcha hujjatlaringiz. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, shuningdek yuqorida aytib o'tilgan savollar ro'yxatingizni o'zingiz bilan olib boring. Nimalarni so'rash kerak? Mutaxassislardan o'z vaziyatingiz bo'yicha aniq maslahat so'rang. Nafaqangizning qayta hisoblanishi, yangi ijtimoiy yordam turlarini olish imkoniyatlari, hujjatlaringizdagi kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari haqida so'rang. Agar sizda raqamli savodxonlik bilan bog'liq muammolar bo'lsa, tibaqsam ta tam ta tan di ta ta ti ta di ta ava at eksam ta aladam kso dimlaridan elektron ariza topshirishda yordam so'rang. Ko'pgina diksamlarda yordam xizmatlari mavjud. Pensiya jamg'armasidan aniq hisob kitoblarni so'rang va ularni tushuntirishlarini talab qiling. Harbiy qog'ozning nima uchun kerakligini va uni qayerdan olish mumkinligini bilib oling. Nimalarni yozish kerak? Agar biron bir yangi nafaqa yoki imtiyozga murojaat qilishingiz kerak bo'lsa, murojaat arizasini to'g'ri va to'liq to'ldiring. Namunalarni DXM yoki pensiya jamg'armasi sodimlaridan oling. Arizani 2 nusxada tayyorlashni va bir nusxasini qabul qilib olganlik haqidagi belgi bilan o'zingizda saqlashni unutmang. Bu kelajakda muammolar yuzaga kelganida sizga dalil bo'lib xizmat qiladi. Mashku odam raqamli talablar uchun yordam oling. Qayerga murojaat qilish kerak? Agar sizda kompyuter savodxonligi past bo'lsa, oila a'zolaringizdan, farzandlaringizdan, nabiralaringizdan yordam so'rang. Ulardan my.gov.uz portalida ro'yxatdan o'tish, shaxsiy kabinet ochish va kerakli arizalarni to'ldirishda yordam berishlarini iltimos qiling. Qayerda o'qish mumkin? Ba'zi hududlarda keksalar uchun kompyuter savodxonligi kurslari tashkil etilgan bo'lishi mumkin. Bunday imkoniyatlardan foydalaning. Shuningdek, mahallalarda yoshlar markazlari yoki aksborot texnologiyalari maktablari da ham ba'zida keksalarga bepul yordam berishadi. SETQ-DM Sergak bo'ling va firqalardan saqlaning. Nimalarni esda tutish kerak? Yuqorida aytganimdek, hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz raqami va parolini notanish shaxslarga telefon orqali yoki shubhali veb-saytlar orqali bermang. Rasmiy davlat idoralari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlarga yoki SMS xabarlarga e'tibor bermang. Bu amaliy maslahatlar sizga yangi qoidalarga oson moslashishga va nafaqa ta'minotingiz bilan bog'liq masalalarni muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradi. Unutmang, harakat qilish va xabardor bo'lish har doim sizning foydangizga ishlaydi. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Hurmatli do'stlar, bugun biz bir maydan boshlab nafaqa tizimida yuz beradigan muhim o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqdik. Bu yangiliklar shubhasiz har bir nafaqaxo'rga bevosita ta'sir qiladi. Ular nafaqalarni hisoblash, yangi ijtimoiy turtsanin, yo'ra ko'rtamim, qo'rtani dedim. Paqali kettotektilim. Larini olish va hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarida tub o'zgarishlar olib keladi. Biz bu o'zgarishlarning qaltis jihatlari, istisnolar va nozikliklarini ham tahlil qildik. Eng muhimi, sizga aniq va amaliy ko'rsatmalar berdim. Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlash
kerak va nimalarni so'rash kerakligini tushuntirdim. Esimizda tutaylik, bu o'zgarishlar fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga va nafaqa tizimini yanada shaffof va adolatli qilishga qaratilgan. Ammo bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish sizning faolligingizga va xabardorligingizga bog'liq. Hujjatlaringizni tekshiring, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling va barcha savollaringizga javob oling. Umid qilamanki bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Sizni aynan qaysi jihatlar ko'proq tashvishga solmoqda yoki qaysi maslahatlarimiz sizga eng foydali bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz sizning huquqlaringiz va farovonligingiz uchun muhim ma'lumotlarni doimiy ravishda berib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.